Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz endi shu torba yozish darsini boshlaymiz. Endi tunji darsda asosligi nimalarni boshlaymiz degan vaqtda biz oldidagi tunishtirish tushuntirishlarni baraqor so'zlab qo'ygango. Biz shu tunji darsda endi shu oldidagi shu tushuntirishlarni baraqor o'qib qo'ygan, tushuntirib qo'ygan. Hani bularni bir qadamni ko'zga yuzaydi. Hozir buni buncha eshitmadim, endi shuni filmni o'zingiz to'xtatib o'qib olsin bo'ldi davomini. Endi biz shu darsimizniki, ya'ni programma yozish bosqichi HTMLdan boshlaymiz. Endi men HTML qismini buni biroq tushunib bo'lgango. Xo'sh, endi eng oson HTMLning boshlanish qismidan boshlaymiz. Unda o'z bu yoqqa qarang. Odatda torbatninki asosiy qurilishi hammasi HTML bo'ldi. Mayli siz ISP da torbat yozing, ISP.NET torbat yozing, yoki PHP torbat yozing, yoki bo'lmasa JSP torbat yozing. Qaysi xil torbakat programmasida torbat yozishingizni qat'iy nazar torbakatniki umumiy qurilishi hammasi shu HTML shaklida bo'ldi. Masalan, bu torbatniki bir ko'rimiz desak, endi torbatniki üst qismidagi rasm o'rnatsak mana. Masalan, palon bugun torbat deganda ekan, uning ostinqi o'ringa mayaga boshpat, xabarlar, mahsulotlar bu degan turlar chiqadi-ku. Bizning turlar chiqqan bo'lsa, endi uning ostiga yana bu yerga eng yangi mazmun chiqsa, mayaga shu eng yangi yo'llangan mazmunlarniki rasmlar almashtirib chiqsa, ma o'ringacha tavsiya qilingan mazmunlar chiqsa, uning ostiga bir rasm e'lon chiqsa, uning ostiga yana boshqa mazmunlar chiqsa, ashuna holat bo'lganda biz hozir torbatniki bir oddiy holatni bir siz qo'yib turgandik-a. Buning ichida torbatning umumiy qurilmasi hammasi bir HTML bo'ldi. HTML sizimiz. Endi mushu biz sizlagan HTML asosi torbat qurilmasiniki, ya'ni torbatning JavaScript'inki mobilakka eng yangi shunaqa eng yangi mazmunlar. Bu yerga yangi mazmunlarniki rasmlari almashtirib chiqdi-ku. Men tavsiya qilingan mazmunlar chiqdan bo'ldi-ku. Endi mushlarni o'zini bir shujuga ulash uchun cho'qin biz ma'lum bir torbakat programmasidan foydalanishimiz to'g'ri keldi. Masalan, yoki ISP, yoki PHP, yoki ISP.NET, yoki JSP. Masalan, ISP yoki bo'lmasa ISP.NET yoki PHP yoki JSP qolgan torbakat programmasiga tayanishimiz to'g'ri keldi. Endi mushlarning o'zi bir torbakatning umumiy qurilmasi emas, faqatla soliqlarning ombirdagi hujjat bilan, ya'ni soliqlarning ombirdagi uchurlar bilan uchurlarni oldibatga tortib chiqib beradigan shu mazmun, shu torbatniki bizniki yuzimiz ko'rinadigan mazmun bilan soliqlarning ombir o'tirsa, faqatla ko'rikli rol o'ynab turadigan bir ulanma xarakterdagi bir harakatchan bak
qo'limizdan iborat 4 xil shakl. Tushundingizmi? Undan boshqa mushu 4 xil shaklning hammasiga tor bekatniki umumiy tor bekatni yasagan vaqtda eng oldidan mushu qo'limizni chiqarish uchun yana shu HTMLdan foydalanishimiz to'g'ri keldi. Tushundingizmi? Bizniki hozir so'zlayotganimiz HTML 4. Bu 1997-yili HTML 4 chiqqan. HTMLning tunji nusxasi bo'lsa 1989-yili o'ttirib qo'yilgan. O'ttirib chiqqan. Lekin bizning hozir so'zlayotganimiz HTMLning 4-nusxasi. Hozir 5-nusxa chiqib bo'ldi. 5-nusxa chiqqan bilan 4-nusxa o'rganib bo'lib, aniq o'rgansang yaxshiroq 5-nusxasini. Nima chiqadi degan vaqtda 5-nusxasini hozir bevoz o'rganib kelsangiz nurg'un odamlar 4-nusxa ishlaydi. Shuning bilan yana ba'zi to'rtko'rliklar 5-nusxasining ba'zi qislarini qo'llamaydi. Shuning bilan ba'zi unlarni ishlatolmaydi. Shu avval 4-nusxa o'rganib, aning keyin 5-nusxasining materialini o'zingiz ko'rib olsangiz, foydalanib keta olasiz. Alohida jihozga o'xshamaydi. Bir qism elementlar qo'shilgan shu. Shuning bilan HTML 5 bo'lib qolgan. Tushundingizmi? Unda olsa biz davomini boshlab ketsak. Xo'sh, endi buni bir boshlaymiz hozir, ha? HTML boshlandi, ya'ni HTML oxirlashdi. Buning o'zi bir mushu tor bekatniki asosan HTMLniki asosli gavdasining o'zi keldi. Aning ichidagi mazmunlarcha yana xiyot boshlandi, xiyot oxirlashdi. Bular tor bekatning asosi bosh temasi doirasi, bosh tema yoki tor bekatniki shakl hujjati yoki tor bekatning qurilma hujjatiga munosabatlik o'rinlar mushu xiyotning ichiga kirdi. Ama xiyot degan mazmun bosh tema degan shunlar ham ma'no chiqdi. HTML bo'lsa, mayada Hypertext Markup Language qisqartmasi. Ya'ni bu o'rtaq ishlatilgan belgi tili. Tushundingizmi? Ya'ni HTML. Tushundingizmi? Andan keyin bu meta qism bo'lsa, bu tor bekatning odatiy biz sirtda u nazm bir xil metal, mana bir xil metal deymiz-ku. Tor bekatniki bir xil shu ma'lum bir javhirniki, masalan tor bekatniki yadroliq qismniki shu xarakterini belgilaydigan, tor bekatning xarakterini belgilagan bir turniki o'zi shu metanchi yozildi. Tushunib bo'ldimi? Tushungan men UTF-8 deganni bak to'g'ri tushundigan-ku. Ya'ni UTF-8 deganni yana bir deb berayman ekan, ha? UTF-8 UTF-8, ha? Bu İngilizce ma'nodan ya'ni Unicode tip formati degan ma'no chiqadi. Ya'ni Unicode degan o'zi bu amaliyotda ikki xil gap. Unicode o'zima. Bu Unicode ya'ni birlik kelgan yoki birlashgan, ya'ni birlik kelgan kod degan ma'no chiqadi. Tushundingizmi? Kod degan o'zim inglizcha gap. Buni o'g'ircha tarjima qilgan vaqtda ma'lum narsaniki asl manbasini ko'rsatadi. Tor bekatning asl manbasi nima? Shunday bir mush kodlar shunday-ku. Mana kodlarni tarkibida tor bekatning asl manbasi. Dal shu UTF-8 amchanizmi? Bu yerga men Unicode amchanizmi? Ya'ni shu birlik kelgan tip formati degan xalqaro bo'yicha ishlatildi, ha? Bu xalqarodagi shu 200 xil yaqin yoziqniki hammasini o'rtaq qo'llaydi mana Unicode. Unicode o'lchami dunyodagi hozirgi bor bo'lgan barliq yoziqlarni hammani qo'llaydi. Yeni bir yoziq chiqsa-mi, Unicode o'lchamida siz tor betini yasab olsangiz, yana ko'rinaverdi, nima ko'rinaverdi. Ya'ni buniki HTTP, yani buniki meta qismi boshlandi. HTTP bo'lsa bu tor bekatniki shu mazmun uzishim bo'ldi. Ya'ni tor bekat orqali tor bekat bo'lsa mulozimtirdan chiqdi. Mulozimtir orqali tor bekat mazmuni bizga uzib berdi. Tushundingizmi? Ya'ni bu tor bekat ma'lum bir mulozimtir qo'yildi. Biz shu tor bekatning adresini yozgandan keyin shu mulozimtirdagi tor bekat ko'ra olamizku. Demek bu HTTP'nin ma'nosi bo'lsa mazmun uzish kelishimi bo'ldi. Ya'ni biz tor adresiga HTTP yozamiz-ku. Yozmasam uzish chiqadi hatta bu. Shunday gap, ha? Endi
bu mazmun o'z kelishim bo'lsa, bu content tip, ya'ni mazmun tipiga teng bo'ldi. Buningki qiymati. Tushundingizmi? Buningki mazmunning tipi tekst, mav va HTML teng bo'ldi. Tushundingizmi? Mazmunning tipi tekst va HTML teng bo'ldi. Buningki, ya'ni mazmunningki xarakteri UTF-8 shakli bo'ldi. Tushunish bo'ldimi? Xo'sh. Endi mayagma title bo'lsa, tor bekatning ismi. Masalan, navbatga ma hujjatning ismi, masalan, ma PPTning ismi, torbat yasash darslar ustida bog'i. Dal shunga o'xshab tor bekatning ismi ko'rsatdi. Masalan, falan bugun torda mayag yozamiz. Tushunish bo'ldimi? Xo'sh. Shunda men xiyat oxirlashdi. Ana body boshlandi, body oxirlashdi. Endi buni biz yezib baqamdoq. Biz buni yishbir yazsak bo'ladi. Men sal boshqacha bir narsa yozay, ya. Mana ben olsun bo'ladi. Yani HTML bet şekilde yeni kurdum. Bunu hemen mouse'un iqtidoridan saqlay. Bu mushu Windows'ning ichiga Tor web tab bunday men qurdim. Mushuning ichiga Olimjon degan ismda HTML bo'lib Olimjon chekit HTML. Buningki ma incon, ya'ni buningki ma benma deb qo'yamiz. Buningki kodi UTF-8 shakli bo'ldi. Tushundingizmi? Endi savol besatda saqlandi. Agarda siz mushu navbatdagi daymani ko'mak bo'lsangiz, mal degan basingizmi mayal ko'rindi. Yoki bo'lmasa, mushu Windows'ning ichiga kirib, bu yerdan Tor web degan mundajga kirgandan keyin buni qo'shib ijro qildi. Ko'rindimi? Chiqdimi bu hujjat? Endi biz dayman yozamiz. Ma hamon tozitlar bizga tayyor dayman lozim emas. Tushundingizmi? Xo'sh, unda yozamiz. HTML boshlandi, yana HTML oxirlashdi. Shunaqa boshlanishi mana boshlandi, oxirlashini cho'qim mana oxirlashtirsangiz, boshlanishini oxirlashiniki farq bo'lmasa bo'lmaydi. Tushunish bo'ldimi? Yana xiyat boshladik. Arloqin mazmun yozamiz. Yana xiyat oxirlashtirdik. Yana bodyni boshladik. Yana body oxirlashtirdik. Xo'sh. Endi ma xiyatlik nima yozamiz degan vaqtda buniga meta boshliq, buniga http ziq, bunun qiymati tam content tip bunday bo'lsin. Andan keyin yana content qiymati tam bu text HTML ga teng bo'lsin. Buning keyinda char set bunun xarakteri qo'shdiket UTF-8 bo'lsin. Shundan tanah yipatdik. Shuna meta oxirlashdi. Mana shundamki? Xo'sh, men oshqudimsa tang oldim avval. Andan keyin keyinga internet mesajatdik. Yana title bosqima. Yana title oxirlashtiramiz. Endi mana biz Olimjon to'g'ri deb yozdim, ha? Buni saqlab o'tdim. Endi men aslida buni ochamiz. Ochgandan keyin mana o'zgardi mavi. Xo'sh, endi mavi PPTdan bir narsani o'qib o'tib qayta. Odatda torbatlar belge ve mazmundan iborat ikki qismdan tuzildi. Belge ve mazmundan iborat. Ma'lo her belge. Mav mazmun. Tushundingizmi? Belge mazmunning bet yuzda qanday ko'rinishini belgilab berdi. Mazmun bo'lsa, xat, rasm, sen, ovoz qatorliq usullar qatordan o'z keladi. Belge bo'lsa mazmunni ifodalab ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Ya'ni mashinaning bir bet biz hozir bir bilan yozatdik. Buning uchun faqat olingan to'g'ri degan xatni ko'rdik. Uni boshqa ko'rdikmi edi? Ko'mdik. Demak, bular har belgilar bo'lsa, ular oq sutida mushu mazmunninki ko'rinish uchun xizmat qiladi. Lekin mazmun bo'lsa, o'sha har belgilarninki grammatikalik qoida bo'yicha tartibli o'rnashtirildi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh, endi biz mazmunni yezishni boshlaylik. Masalan, endi bu yerga
Assalomu alaykum deb yozib oldim. Uni ostiga yana enter yana bir besatdim ha. Men olimjon deb yozib qo'ydim ha bu yerga. Buni o'zi saqlab etdim. Saqlab etgandan keyin buni qayta yengilsam qanday bo'ldi? Aslida nima chiqdi? Uning keyiniga bir bo'sh qo'yib, men olimjon yozib chiqdim ekan. Qoida bo'yicha mau aslini qo'shish kerak, shunaqa. Shunga mushu to'r bekatni ishga vaqtda mushu unga mush PRPni araliqmaga P'ni bir tashlab qo'ydik. Bu abzas tashlaydi. Endi bo'ldimi? Xo'sh. Endi hozir men uchib turib, tuniga men do'st yozgan bir qator mazmunlarni bir takror etayman. Mushu dars qilib qolsin, ha. Buni men 3 qilib tuniga yo'llab qo'ygan. Sizingiz bog'on. Masalan, mushu yuzlama shu telefon qilsam bo'ldi, ha. Deb tuzlam. Amni yezonlog'i men sizlar. Ana bu yerga h 1 yana h 1 oqlashtirdik. Buni o'ziga qancha yetib qo'yay bu yerga. Bu qancha yozib oldim. Mana endi ko'chirib buni ko'chirdim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 bo'ldimi? Bu h 2 h 3 mandata yazmasini bo'ldi. Model ham u chiqib ketib meni berdi. h 4 h 5 h 6 shunaqa. Buni o'ziga bosim qilib oldik. Endi bu xatni bu yerga qaragan bo'lsangiz, eng uchun xat qaysi ekan? H1, eng kichigi H6. Unda biz tub chiqib boqaylik bu yerga. Men xatni o'zini ko'chirib oldim. Endi men ostiga kirib bu yerga chalab berdim. Bu shoshin qilyaptim. Endi meni ko'rib boqay, ha. Bu xat normal chiqdimi? Bu xatning to'nbi hozir, mashina lekin xat to'nbi hozir. Demek bu 1 2 3 4 yani eş 4'lük çıktı makat. Lekin tomqat başına qo'y. Xo'sh. Endi davom eting. Endi mazmunni bir tuz bilan ayirlama. Ayirli. Masalan, mana xanuz pesh. Mana Uyg'ur xanuz tilini, mana Uyg'ur tilini ishlamayotganinizmi? Cho'qim va cho'qim mana ingliz tilini ishlatasiz. H R endi menga qaragan bo'lsak bir tuzsiz chiqdimi? Ana bunisiga yana yozilgan mazmun. Biz endi abzas chapaqli, qurda chapaqli. Masalan P mazmunni P ben kontrol sinus ko'chirib olgan, kontrol bilan Venus bilan chala boshladim, ha? P mavo yana bu. Buna olsa BR. Manuzne 1 2 3. Ha bo'ldi. Buni qayta shoshni qilyaptim. Qarasangiz farq bormi? Mana yaqin hozir. Bular BR. Ana bu yerga men bir keyin bir tashlab beray, ha. Xo'sh. Endi mapiniki BR. Oxirishni yozmay qo'yay. Endi men qarang, men farqmi? Demak bu yerda ma P bilan ma BR ikkisi oralig'i masalan 1 2 3 3-chi qo'yib 4-chi qo'shina qo'y. 3-chi qo'yib 4-chi qo'y oralig'i. Ya'ni 1 2 3 3-chi qo'yib 4-chi qo'y oralig'i qanday bo'ldi? Qurtashildi. Lekin ma'lumotchi abzas tashlayapti. Shuna qo'y. Ma BR bilan ma P farq bormi-ki? Manchaniz qo'y. Xo'sh, undan olsa ma'lumotni
Bular nima 3 to'y hozircha. Hamda endi bir qism qimmatlarni so'zlaylik, ha? Masalan, D. Maqsad nimaga yozdim? Man emas. Maqsad o'zimlar. Yana ben bir aqlashdim. Yana maqsad o'zim normal qildi, ha? Mana ichiga yana IRP. Yana ma bu M. Buni endi saqlayapti. Men shoshini ko'rib boqay. Bu bir qo'sh ketdi-ku. Men keling pini qo'yay, ha. Chiqdimi bu? Demak, buni qaraydigan bo'lsangiz, ma bir tomxat shundoq qo'y. Ma o'zim normal qildim. Ma bir tomxat. Ma yan to'xat, IRP. Ma endi bu yan to'xat, tushundingizmi? Xo'sh, yana biz yana bu yerga intilgan xatni yozdik. Am intilgan xatning keyiniga RRP nima bir marshga chiqib boqlama? Sob PM o champion. Bunga rim yozdik. Yana intilgan xatning keyiniga sob yana ri. Buni ma'arliq yana pin yazmasam beka yana ikkisi bir qo'l chiqib oldi. Mana ko'rgan farq ne? Birisi champion, birisi champion shunaqa. Farqi shunaqa. Ma sobninki roli, ma sobning roli ustiga yani champion, ma sobninki ma pilan yezilninki usti, bilan yezilning osti, tushundingizmi? Xo'sh, anoniki yana may ayırıp koyay, hiç aramadım. Oldu mu bu? Hoş. Anonunkin. Del. Intel. Ya ma del yine. Qaysi degan vaqtda INS. Yine qaysi var desanglar? Yine S. Buni bavson qilib yotdik. Men arliq pin qo'shimdan bir qo'l chiqib olamiz. Xo'sh, buni bavson qildim. Hamda buni qarang olsangiz, o'tirsiz mana shunaqa. Men delgan o'tirsiz, tushundingizmi? Ma aynisiga bu asliq, tushundingizmi? Ma asliga S harfi ma o. S bu mu o'tirsiz, tushundingizmi? Ma ikkisini birga qo'ydi, ha? Ma S bilan ma kesilib. S bilan ma del ikkisini birga qo'yib qo'ydi. Bo'ldimi bu? Ama arliq men bo'sh qo'yday, ha? Endi üstü bo'ldi. Men bo'sh qilma u. Bo'sh qo'ydimmi? Ma delilan esniki rolasasi o'xshashmikan? Ma inisniki aynesniki assizlik chiqadi, tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh, mo'shoncha yana qanday qiymatlar bor degan vaqtda bu yerda abzasmi bor? Abzasniki. Yine O L. Yine O L'ni oxirlashtirdik. Ana bunun ichiga liniya chiqardik. Yine liniya yozdik. Mana ko'chirib 5 turk bo'ldimi? Qayerga?
Yeshenci deb yozdim. Mayaga. Xemi deb yozdim. Mayaga. Yumyu, mayaga. Uyu, mayaga. Gonya deb yozdim. Undan olsa buni biz saqlab oldik. Bu yerga qarab bo'lsangiz, buning tartibi qanday chiqdi? Mana 5. Tartibi chiqdimi? Mana ayirsa yana. Yana nimadan? Ardımda qo'shib qo'yib, ha? Endi buni o'zim men shupit ko'chirdim. Men ostiga yana shupit chopladim. Ma o'yilg'o ma u. Onu men yo'l yozib yo'l qilay, ha? Yo'l. Bo'ldimi? 30 o'xshash qo'y. Ma o'yilgan abzasniki bo'lsa, bu har bir liga 1 2 3 4 5 ta tartibini qo'yib berdi. Men yo'l olsa buni har bir liga, men yo'l degan abzasda har bir liga birdan abzas belsen chiqib qo'yib berdi. Undan olsa men uni ko'rib baqalar. Tarafamiki? Xo'sh, mishmoshasha. Men buni yozgan ijara yozsam bir yarim yetman, ha? Men siz chiqmoqchi edi. Ne bo'ldi? Ma bo'ldimi? Ma o elida ma yo'lning farqi ma o. Tushundingmi? Xo'sh. Andan keyin yana kenglik, egiz degan bir qiymatlar bor bu yerda. Biz mushtorbatning 5ga ma eng chong xatning ustiga rasm qilib qo'ydik, ha? Mana shuga. Men tashkil etib mayaga. Tana açtık. IMG bu imajning qisqartmasi. Bo'shliq SRC. Bu har qanday bir mushu daymoqqa ulangan har qanday bir hujjatningki yo'li bu. Har qanday bir hujjatni biz mushu programmaga mushu torbat daymoq ulagan vaqtda mushu SRC degan qiymat ishlatamiz. Tushundingizmi? Tang. 25 yozdikmi? 25 30 ga buni adresini beramiz. Navbatki hujjatning o'rni nerede? Bundan ichidagi to'g'ri webning ichidagi olingan degan shu. To'g'ri webning ichida, ha? Men rasmni bir parcha qisayim da bo'lsa. Masalan, mana rasmni tanlab mushu hujjat, to'g'ri hujjat saqlangan o'ringa keldim. Yoki bo'lmasa bu yer bir munday men qilib oldim. Rasmda, ha? Mana va uzun mark so'ngan shahzodlar yetib qo'ydim. Bu mana chiqib ketsin. Demak, bu rasmdagi shahzodlar chekit JPG degan rasm qo'ymavi. Xo'sh, unda biz yo'lni yezib beramiz bu yerga. Rasmning ichidagi shahzodlar chekit JPG. Endi bu yerga biz tanah yetibdik. Buni qisdik. Saqlab berdik. Endi mana qaramsak bu yerga rasm chiqdimi? Lekin bu resimlar cho'ng shunday qo'y. Undan olsa, bu yerda yana bir narsa bor. Rasmning kenglik, egizlik degan narsa bor. Mana ko'ring, rasm kenglik mayda-ku. Egiz patmaydi-ku. Rasmning o'zini mana shu doirada qilib qo'y, ya, kichkina doirada. Mas'uliyat yozmaymiz. Cho'qimish ayim, tana ichida IMG boshlandimi? Tana ichida uni keyin IMG Dermiş IMG degan qimmat ma u. IMG ile boshlangandan keyin tarnaq IMG ile boshlangandan keyin tushundingizmi? Mush IMGning ichiga yozamiz. IMGning ichi maya bo'ldi. Ma'urini yozib qo'ymaysiz. Nima degan vaqtda bu SRC'ninki qiymati ma u. Ya'ni mushu yo'lning qiymati tushundingizmi? Cho'qim yo'lning qiymatiniki mana qo'shmaysiz sirtiga tarnaq ichiga maya yozamiz. Yana bo'shliq. Bu kenglik ma u. Tam kengligi 500 bo'lsin. Egizligi tang 250 qilib beray. Bo'ldimi? Endi o'zing bozon qilib aytdim. Andan keyin buni shoshni qilib ko'rsam, chiqmay desam, undan olsa marisini torbatdan 30 to'g'ri baqayman. Xo'sh. Endi ma'voyaga internet bir besatdim. Yana senterni yetmadim. Center degan hanuzcha jo'jana qo'yimiz-ku markaz. Ma'lummi? Men qarama, center biz boshqa qo'ydim hozir. Men bu resmni o'zini o'tib olmoqchi. Men qog'ozlari
joy turaver shunaqa resim o'zing o'tirib chiqadi ana mushalatda bosib qilib torbatni yangib ko'rsam butun mazmun o'tirib keladi nimishqa buni sababi bundoq buni men oxirlashtirmagan toki men boshlag'aydan toki ne kerak bo'lsa mazmun ashuna hammasi o'tirib chiqadi shunga biz boshladik resimni o'tirib to'g'rilmoqchi resim keyindan sentin oxirlashtiramiz to'g'ri bo'ldimi xato bo'ldi mayli sizni kam qilishnaqa oxirlashtir sizga masalan qo'ymay to'y bo'ldi bundan tutsin ha yana bo'lsin endi buni shoshin qilib kerak keyin o'xshash qo'y undan bo'lsa men mayga yantosini qo'yay bu yantosliq mana yantosliq emas ha ma'qul yantosliq tushundingizmi ayriling mani endi bo'ldimi bu xo'sh endi buniki yana qanday qiymatlar bor degan vaqtda biz marasm ustiga mavzusini yiqigan vaqtda mazmun chiqdan qilib qo'ydimi buni o'ttirliq mushu rasmniki ay mg degan qiymatniki oxirida yoki mayaga xalqa yasak bo'laverdi mushtarlar ichiga yasak bo'ldi tushundingizmi yana bo'shliq qaytli tam olim biyaga Assalomu alaykum mavzum chiqdi-ku. Buni bozon qilib oldim. Endi buni qo'yamasak, rasm siymosini yig'ib kelay, ha? Chiqdimi xat? Xo'sh. Andan keyin men rasmni sirtiga ram kirib boqayman. Mayga. Boshliq. Border. Border degan mavzuni Photoshopda miyobeni qo'yamiz-ku. Davosini tam. 5 qilib boqay. Çıktımı kapkır ramka? Boş. Oldu bu degandan bir xat kishning ichidagi cho'ng xat kishning ichidagi tarmoq xat kishlar bu. Tarmoq xat kishlar har qanday tarmoq xat ishlatmaydi. Bo'laverdi. Hozir mayada ma border bir xat ko'sh, SRC bir xat ko'sh, va ma bir xat ko'sh, ma bir xat ko'sh, ham cho't ma tayt bir xat ko'sh, 5 xat ko'sh olmaydi. Mana tushundingizmi? Xo'sh. Endi navbatdagi mavo dastlabki mazmun qismlarini buni mushunchalik tunishtirdi. Endi keyingi qism bo'lsa jadval. Shuni mavo dars oxirlashdi, ha?